Bugün biz Ölümalar Sultanı deb nom olgan Shayxul Islom Bahauddin Mahsum rahimahulloh bilan tanishib chiqamiz. 18. asrning oxiri, 19. asrning boshlarida Mavara an-Nahri, jumladan Turkiston diyori ilm ahllarining baygi maydoniga o'xshab qolgan edi. Millatimiz ichidan chiqqan nurg'ulg'an ahli ulamolar ana shu baygi maydonida utib chiqib, tarix batlaridan o'rin olgandir. Bugun biz Ölümalar Sultanı deb nom olgan Shayxul Islom Bahauddin Mahsum rahimahulloh bilan tanishib chiqamiz. Abduqodir Tamullo hojim o'g'li Bahauddin Mahsum Qashqar shahrida tug'ilgan. O'qishni Qashqarda boshlab, yuqori natija bilan tamomlab ijozatnomaga erishgan. Uning tug'ilgan vaqti Yaqubbek Badavlat zamonasining dastlabki davrlariga to'g'ri keladi. Yaqubbek vafot bo'lgan vaqtda u dadasi Shayx Abduqodir Tamullo hojimda o'qiyotgan edi. Bahauddin Mahsumning oilasi Alloh taolo har jihatdan barkat bergan oila bo'lib, har bir ishlarida Allohning ato qilgan barakatining iznolari namoyon bo'ladi. Ular bu ne'matlarga loyiqida shukr qila olgan edi. Bugungi musulmonlardek boy-boyashatliq turmush ularni millatning g'imini yeyishdan yiroqlashtirib qo'ymagan. Xalqning gullanishi, jaholat patqoqlaridan tezroq qutulishi, ilm-fanda kofirlarning orqada qolmasligi har doim musulmonlarning qaddini tiklab, sharafli yoshi uchun kuch chiqarishdan to'sab qo'ymagan edi. Aksicha, gullanishning faqatla ilm-ma'rifat bilan bo'lganligini cho'nqur his qilib yetgan Mahsum oilasi mol-mulkini o'qitish xizmatlari bilan shug'ullanish, masjid va madrasalarni bino qilish, Qur'on kurslarini echish qatorliq saxovat ishlariga ishlatdi. Bahauddin Mahsum mol dunyosining ko'pligi bilan mag'rurlanib qolmagan. Aksicha, har vaqt ilmga o'zini atagan ilmsuyar zot edi. U kichikdilla ilmni otasidan va Qashqardagi katta ulamolardan olgan bo'lib, tafsir, hadis, usul hadis, fiqh va usul fiqh, arab tili va arab adabiyoti, fors tili va fors adabiyoti, she'r vazni va qofiya ilmi qatorliq sohalarda obdalla yetishgan edi. U o'z ona tili, arab tili, fors tilini pishiq bildigan bo'lib, 3 xil tilda she'r yozatdi. Dadasi Abduqodir Tamullo hojim vafot bo'lgandan keyin dadasining shar'iy qozilik o'rniga varislik qilib fatvo berish, talabul ilmlarga dars o'tish vazifalarini ustiga olgan edi. Va yana shu vaqtdagi katta ulamo Shayxul Islom Abdulqodir Qozi Kalon vafot bo'lgandan keyin Hijriya 1313-yili Mashihatul Islomiyaning rahbarlik o'rniga o'ltirgan bo'lib, ana shu vaqtdagi olimlarning eng mo'tabarlaridan bo'lib qolgan edi. O'tgan asrning dastlabki yillarida u o'quvchilarni ilmi irfon buloqlarga qondirish, ularning chanqigan dillarini, qog'jirab ketgan qalblarini obi hayot chashmalari bilan sug'urish maqsadida nihoyatda cho'ng o'qitish markazi qurish uchun zo'r himmat va qizg'inlik bilan ish boshlagan. Uning o'quvchilari bugungi kunimizdagidek ilmni rasmiyatga va yoki dunyolik g'arazi uchun o'qimaydi. Balki ular ilmni yo'l ko'rsatgich nur, zalolatdan xoliqdan qutulishning eng muhim yo'li deb qarab, borliqi bilan ilm dengiziga g'arq bo'ladi. U o'quvchilarning chanqoqligini faqat zalal suv kabi bilim bilan qondirg'ul bo'ladi deb qaraydi. Shunga uni sug'urish, sug'urg'uchi degan ma'nolarni bildiradigan saqiya, saqi degandek so'zlar o'ziga jalb qilishga boshlagan edi. Hammaga ma'lumki, bu imorat Hijriya 1331-yili, milodiya 1913-yili ulsilinib, keyingi yili bitgan. Bu markazning ismini Saqiya madrasasi deb qo'ygan. Shayxul Islom Bahauddin Mahsum solgan bu imorat faqat bir madrasa emas, balki u umumiy xalq namoz o'qiydigan masjidni o'lchiga elib qolmay, yana ilm ma'rifat so'rini, hukm va fatvo makoni, kengash o'rni, leksiya zali, har xil yig'in va qurultoylarning rasmiy qarorgohi, tadqiqot da'vat qatorliqlarning bosh organi deyishkin bo'ladi. Shayx Bahauddin Mahsum maktab ochilib 6 oydan keyin, ya'ni 1913-yili 12-oyning oxirgi seshanba kuni vafot bo'lgan. Shayxul Islom Bahauddin Mahsum ulun solgan tixi yaqingi davrlargacha ahli ilmlarning va diniy o'qitishning manbasi bo'lib kelgan mazkur Saqiya madrasasi zolim kommunist Xitoylarning razil quli orqali xarobiylikka aylandi. Alloh taolo Shayxul Islom Bahauddin Mahsumdan rozi bo'lsin. Oxiratdagi martabasini ustun qilsin.